Pinterest'dagi rasmlar endi sizni oshxonangizda siz sevib kuzatadigan food blogerlarning oshxonasidagi bu chiroyli idishlar aynan Qayoqxonda sotilarkan. O'zim kelib guvohi bo'ldim. Shu darajada assortiment ko'pki, narxlari bo'lsa juda ham hamyonbop ekan. Agarda sizga ham shunaqa idishlar kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, lokatsiyasini ham aytib o'taman. Hozirgi kunda juda ham katta skidkalar qo'yishibdi. Xohlasangiz qozon naborlar yoki uyingizga kerak, oshxonangizga kerak bo'lgan anjomlarni aynan shu do'kondan topsangiz bo'ladi. Hayitda o'zingizga, yaqinlaringizga sovg'a qidirayotgan bo'lsangiz, aynan shu do'konga kelsangiz, o'zingizga kerakli narsalarni ham bemalol topasiz. Har bir ayol qiz o'zini oshxonasida o'ziga kerakli sharoitni yaratgisi keladi. Pichoq naborlardan tortib qoshiq vilkalargacha tuzdonlarni ham juda ham katta assortimentlari bor. Siz hali ham tegiga oladigan qozonlarni ishlatib yuribsizmi? Bu yoqda shunaqangi zo'r assortimentda qozonlar bor, shakli, rangi, diametrlarini xohlaganingizda tanlab olsangiz bo'ladi. Nirjavekalarni xohlasangiz doniga, xohlasangiz komplekt qilib olsangiz ham bo'ladi. Ko'pchilik mantiqasqonlarni nirjavekasini ishlatishga qo'rqadi, lekin bulardagi kачествоda umuman tegiga ham olmaydi. Dubaydan keltirilgan shunaqa idishlarni ham hozirgi kunda skidkada xarid qilsangiz bo'ladi. Endi turmush o'rtog'ingizga hayitga nima sovg'a oldirishni bilasiz. Yanada to'liqroq ma'lumot, lokatsiyani bilish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring.